emansizlar, barchanglarni bugungi ayyom bilan bolalarni himoya qilish kuni bilan 1-iyunni bilan bolajonlaringlarni, farzandlaringlarni, bolajonlar hammanglarni yuragimizdan tabriklayman. Va shu munosabat bilan yurtimizda bayram albatta tashkil yurishgan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hamma bolalarni otalar nomidan qalpoq guruhi tabriklaydi. Onalarimizni o'zlari gapirishadi. Hammanglar sog' bo'linglar. Biz bolalarni yaxshi ko'ramiz rostdan ham, chunki men oilam bilan bolalarni yaxshi ko'ramiz. Shuning ham hali bolalarimiz ko'p bizni. Hammangizni bolalaringiz baxtli va boy bo'lasizlar. Jaloliddin aka Usmonov birgamiz. Mana bugungi mana shu bizni tumanimizga xush kelibsizlar, barchalaringiz. Juda xursand bo'ldim sizlarni ko'rib. Bugungi mana shu farzandlarimiz, nabiralarimiz bayrami ekan. Barchalarini mana shu chin yurakdan tabriklayman. Mana shu yurtimizga, elimizga xizmat qiladigan yaxshi insonlar bo'lib katta bo'lishini iloyim. Tabriklayman. Ya shundoq, bugun biz Namangan viloyati, Namangan rayonidamiz, Toshbuloq shaharchasidamiz. Toshbuloqda Rayhon deb nomlangan yangi ochilgan oshxonadamiz. Juda go'zal. Shu bilan san'atkorlar tugadi, o'ylamanglar. Navbatdagi tabriklarimiz. Biz tabrikladik. Yana bir bor tabriklaymiz. Bolalar kuni bilan tabriklaymiz. Mana shu Rayhon choyxonasi ochilgani bilan tabriklaymiz. Bardavom bo'lsin. Hamma namanganliklarim bayram bilan tabriklayman. Bolalar borki biz bor. Bizni baxtimizga bolajonlarimiz omon bo'lsin. Bugungi bayram qabul qilsin, shunday tashkil qilgan insonlarga, abrorlarga ming rahmat. Salomat bo'linglar. Alaydarsizlar, mana bu odamni tabrikini holinglar qabul qilinglar, holinglar qabul qiling. Marhamat. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Omonmisizlar? Ha, tabrikladim, davom ettiraman. Bolajonlarimiz boshimizga omon bo'lsin. Bolalar uy bozor deydi-yu. Mana shu bolalar ko'payib, uyimiz bozor bo'lib yura boshlasa, o'shalar baxtini hozir ko'rish hamma Allohga nasib etsin. Nima bo'laydi? Qo'yinglar gashib. Yurtimizda bayramlar ko'p bo'lsin. Mana shu oshxonamizda gullab yashnasin. Nima deymiz? Ustozlarimiz bilan birga biz bularga umrlar uzoq bo'lsin. Bayram ko'p bo'lsin. Farzandlar ko'p bo'lsin. Ashlayapsizlar. Bugun 1-iyunni bolalar kuni va biz Toshbuloq shaharchasida Namanganda Rayhon oshxonasida mana elni xalqni ko'rib turibsizlar, qancha xalq to'plangan. Bu tashqarida biz sahna ortidamiz. Sizlarga ham yaxshi kuylarga borish nasib qilsin. Tabriklaymiz hammanglarni, bolajonlar. Sog' bo'linglar.